Assalomu alaykum Xorazm diyori kanali obunachilari. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Naymon qishlog'i Navro'z mahallasida hovli joy sotiladi. Hali beri yangi, hech kim yashalmagan. Hozir xudo xolosa ishlarning razmerlari, planlarni ko'rsatib o'tamiz. Albatta shu joy olaman, yaxshi niyatda yurgan insonlar albatta yuborib qo'yamiz. Lokatsiyasi zo'r. Ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz mulk egasini. Bemalol kelib, telefonlashib kelib, ustunda kelib savdolashib olaverasizlar. Dokument hujjatlar hammasi bor. Kadastri, gazdan ruxsatnomasi bemalol hozir ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, joyimiz hali yangi, hech kim yashalmagan, yangi joy. Usti shifr qilingan. Do'rak deyishi, chega sov urilgan. Berasa oldi tomoni, beri ayvoncha. Eshiklarına temir eshiklar qo'yilgan. Hamma xonasi pol qilingan. Birina oshxona. Yo'l uchun nasos qo'yilgan, suvni aylantirib beradi bu. Hozir bu yondagina bog' tarafida kotyol qo'yilgan. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda yana bir xona, bu yerda kraska o'rtdilar, hali yangi. Toza kraska o'rtdilar. Patoloq qilingan. Hamma xonaga kotyol o'tib turibdi. Atapellar qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, bir kiraverish qismi. Bir baland pol qilingan. Aqua qo'yilgan. Bir ham atapellar o'tgan. Birinchi xona kiraverishda. Bir esa dalizcha, ikkinchi. Endi o'ng qo'lda yana yerdan bir spanda joylashgan. Bitta karton qaqilgan. Hurmatli obunachilar, shu yo'l hovli joyimiz olib keladi. Bu yerda uyliklar ham bor. Qo'ng'ishlar. Bog' qismi yer maydoni 6 sotikda joylashgan bir. Yeri yaxshi bu yerni. Bunday mevalar ekilgan. Bu tarafda esa kotyolimiz joylashgan. Bu kotyol ko'mirdan ham, gazdan ham ishlaydi. Hali toza qo'yilgan bu kotyol. Bunun ne chegarasıydı. Ne iş chegarası. Şuradan çelik yetken uzun. Xatarı bilen meyve ekilib turibdi. Lokatsiyasi zo'r. Suv ham kelib turibdi. Bu yerda
Garaj uchun bir fundament ham qilingan ekan. Deniz palalashtiraverasizlar. Uzun garaj bo'ladi bu. Hurmatli obunachilar, joyning bu tarafidan görünüşü. Albatta, narxini aytadigan bo'lsak, eng qiziqarli yerisi narxi 300 milyon so'm. 300 milyondan gelişiladi. Üstünde gelesizlar, telefonlashib gelasizlar, ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.